Assalomu alaykum, hurmatli To'g'ri MD eshiklari kanalimiz kuzatuvchilari, tushunmisizlar? Navbatdagi dastavkalarimiz davom etadi. Bu safargi dastavkamiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahriga bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi holatda kirashli eshiklarimiz o'rnatilgan shotlanka uslubda. Oynalarni rezinka qilib, mana germetkalar bilan qo'yib berdik. Original tiniq zamoylari qo'yildi, yaxshi holatda. 3 tarafli nalichkalari bilan o'rnatildi. Abo'ylariga ham juda ham mos holatda tushdi. Bilasizlar, ishlarimizga 5 yildan 8 yilgacha kafolat beramiz. Sababi qalin MDFdan foydalanamiz. Ichlariga ham karkazdagi alohida e'tibor bergan holda issiq preslarda tayyorlangan holda zavodga holatda chiqadi. Bu sanuzelaga o'rnatilgan kirashli eshik, bemalol qo'ysa bo'ladi. Qo'yib o'rnatib beryapmiz, tagi qaroqlik bo'ladi. Orqa tomoniga bular dabor bo'lmaydi. Nalichkasi oldida bo'ladi, korobkasi oldida dabor qilib beryapmiz. Orqa tomoniga albatta kafel bo'lgani yaxshiroq. Yopilish holatlari yaxshi holatda. Bir xil rangda chiroyli qilib o'rnatildi. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Orqa tomoniga mana e'tibor beramiz. Qora oshmoshlik, qora zamoylar bir-biriga fasiyat qilib qo'yilgan. 4 tadan oshmoshlik qo'yilgan. Eshigimiz bo'yi balandligi nisbatiga abo'ylariga ham juda ham mos holatda, remontlariga mos holatda tushdi. Daborlari bilan qo'l o'zimiz kelib ashkalarni o'rab berdik. Hop, ichkari tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonga spalniga, detskiga ham o'rnatildi. Bu tomonda eshikning orqa tomoni, ma'ga ham dabor qilingan. Juda ham sifatli qilib o'rnatildi. Bu tomonda bir qanotli eshiklari yulxo'y yopiq fasonda bo'ldi. Sifatli lok bo'yoq mahsulotlaridan foydalangan holda o'chmaydigan, ko'chmaydigan qilib sifatli holatda tayyorlab berdik. Kimga shunaqa sifatli original MDF eshiklar, romlar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab dastavkalarimiz, ustanovkalarimiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishgan holda dastavkalarni qilib beryapmiz akalar. Asosiy ishlarimiz sifatli, garantiyali, ishonchli bo'ladi. O'z vaqtida tayyorlab o'rnatib beramiz. Aloqaga chiqib pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Zina xizmatlarimiz ham bor. Kataloglar bor, eshiklarimizda yana boshqacha rang fasonlari bor. Telegram, WhatsApp, Instagram kanallarimiz bor. Imo ham bor. Uzoq yaqindagi akalarimiz bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishlari mumkin. Kataloglar tashlab beramiz, ko'rib, tanlab murojaat qilishlari mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimizni ham aytib o'taveramiz. 94lik kod bilan 449 4049 nomerda sifatli holatda tayyorlab o'rnatib beramiz akalar. Kuzatishda davom etasizlar. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lib qo'yasizlar. Yangi fason ranglarni kuzatib borish uchun albatta zarur odamlarga tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar akalar, charchamanglar.